Chaqaloq parvarishida onalar qo'rquvni yo'qotish uchun top 5 mahsulot. Bu 5 ta mahsulot bilan chaqaloq parvarishida umuman qo'rqmasangiz bo'ladi. Chaqaloqlarni xavfsiz parvarish qilish uchun birinchi standart to'plamni o'g'il bola uchun mosladik. Ikkinchi premium to'plamni esa qiz bola uchun mosladik. Har ikkala to'plam narxlarini esa video ostidan topishingiz mumkin. Birinchi mahsulot soch olish moslamasi. Odatga ko'ra chaqaloqlarni birinchi 7 kunlikda sochlarini olamiz. Bu moslamalar bilan qulay va osongina sochlarni olish mumkin. Har ikkala moslamada sochlarni olganda ushbu qismlarga bemalol sochlarni tortib oladi va bundan tashqari ushbu soch olish moslamalarini tozalash vaqtida suvdan ham foydalanishingiz mumkin. Qaychi bilan tirnoq olishdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, ikkinchi moslama bu tirnoqlarni xavfsiz olish uchun mo'ljallangan elektron trimmer va uni to'plamlari. Chaqaloq tug'ilishi bilanoq boshlarni yuvish mumkin bo'lgan maxsus shampunlar. Ushbu shampunlar bilan ko'zlar umuman achitmaydi. Bu bilan bemalol boshlarni yuvishingiz mumkin. 4-mahsulot quloqlar uchun maxsus ko'chlar. Cho'miltirish vaqtida quloqlarga suv kirib ketishidan umuman xavotirlanmasangiz bo'ladi. Sababi bu vosita bilan bemalol quloqlarni suvdan himoya qilishingiz mumkin. Tog'ora uchun maxsus podushkalar. Ushbu podushka bilan chaqaloqni bir o'zingiz xavfsiz cho'miltirishingiz mumkin. Barcha mahsulotlarni esa Fogi do'konlarining har ikkala filiallaridan xarid qilishingiz mumkin. Fogi siz va farzandingiz uchun qayg'uradi.